Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz obunachilari. Bugungi navbatdagi kontentimiz pedagoglarga bag'ishlanadi. Xabaringiz bor, Vazirlar Mahkamasining 2026-yilning 9-fevraldagi 69-son qarori bilan uy-joy sotib olish uchun oliy malaka toifasiga ega bo'lgan pedagoglarga subsidiya ajratish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Shunga muvofiq ipoteka krediti bo'yicha boshlang'ich badalning 25% qismini qoplab berish uchun davlat byudjet mablag'lari hisobidan ajratish nazarda tutildi. Ushbu kontentda biz pedagoglarga, demak, ushbu yo'nalish bo'yicha murojaat yuborish jarayonini ko'rsatib beramiz. Videoni oxirigacha ko'ring va diqqat bilan kuzating. Yagona xato murojaatingiz rad qilinishiga olib kelishi mumkin. Qolaversa, video davomida har bir holatni sharhlab izohlab o'tamiz. Diqqat bilan eshitib olishni tavsiya qilamiz. Kontentni boshlashdan oldin kanalimizda endi kuzatayotgan yangi kuzatuvchilarimizdan, demak, kanalga obuna bo'lishni va davlat xizmatlari bo'yicha 100 dan ortiq hayotlari davomida zarur bo'lgan xizmatlarni qanday qilib uydan turib boshqarish yo'nalishidagi yo'riqnomalarni o'rganishni tavsiya qilamiz. Shuningdek, barchadan faoliyatimiz rivoji hamda yo'riqnomalarni ko'pchilikka yetib borish uchun like bosib qo'llab-quvvatlash turishni so'raymiz. Tayyor bo'lsangiz, kontentni boshladik. Odatdagidek MyGov.uz ilovasiga o'tamiz. Ro'yxatda o'tgan bo'lishingiz lozim. Ro'yxatda o'tmagan bo'lsangiz, kanalda aynan shu bo'yicha video yo'riqnoma mavjud. Demak, shuni ko'rib, keyin jarayon davom etsangiz bo'ladi. Ro'yxatdan o'tish jarayonini yakunlagandan so'ng, demak, xizmatlar yo'nalishi orqali, demak, bizda subsidiya degan yo'nalish mavjud. Aynan subsidiya degan yo'nalishning eng quyi qismiga qarab kelamiz va bu yerda endilikda ishga tushirilgan, demak, yangi xizmat mavjud. Pedagoglarga turar joy sotib olish uchun subsidiya degan xizmat. Demak, aynan shu xizmatni bugun biz tanishtirib o'tamiz. Xizmat bepul amalga oshiriladi va 8 ish kuni mobaynida ko'rib chiqiladi. Biror bir turdagi hujjat talab qilinmaydi. Jarayonni xizmatdan foydalanish qilib davom etamiz. Demak, so'zma-so'z yuqorida o'qiydigan bo'lsak, oliy malaka toifasiga ega pedagoglarga ipoteka kreditlari bo'yicha subsidiya ajratish degan xizmat. Birinchi qadamda, demak, oilaviy holatimizni ko'rsatib o'tishimiz lozim. Avvalambor arizash turini tanlab olishimiz kerak. Demak, bu xizmat toza bo'lganligi, endilikda ishga tushganligi sababli ijobiy xabarnomani bekor qilishga hozircha hojat yo'q. Agar yangi arizani yuborib keyinchalik, demak, bekor qilmoqchi bo'lsangiz, demak, ana shu yo'nalishni tanlab jarayonni, demak, yakunlashingiz, tugatishingiz mumkin ekan. Yangi ariza yuborish ustuni, demak, galashka qilamiz. Oilaviy holatingizni ko'rsatib o'tishingiz kerak. Uylangan, qo'yish va hokazo shu yerdagi holatlar bo'yicha o'zingizni, demak, oilaviy holatingizni belgilab chiqasiz. Shu o'rinda e'tibor berish lozim. Kredit tarixini olishga cheklovlar mavjud emasligiga amin bo'lishingiz lozim. Kredit tarixini olishga cheklov o'rnatish va uni olib tashlash bo'yicha kanalimizda video yo'riqnoma qilganmiz. Shu xizmat orqali dastlab, demak, cheklov o'rnatilgan yoki yo'qligini aniqlab, demak, agar o'rnatilgan bo'lsa, o'chirish lozim bo'ladi. Videomiz ostida izoh qismida imkon qadar bu xizmat havolasini ilova qilamiz. Foydalanib aniqlasangiz bo'ladi. Xo'sh, yuqoridagi jarayondan so'ng aynan kredit tarixini olishga cheklovlar mavjud emasligi to'g'risidagi ma'lumotni aniqlaganingizdan so'ng, demak, aynan shu ustunni, demak, galashka qilasiz va shuningdek, One ID tizimida shaxsga doir ma'lumotlarni boshqarish bo'yicha cheklovlar mavjud emasligini tasdiqlayman deb, buni ham xuddi shunday galashka qilib, keyingi tugmasini bosish orqali ommaviy oferta talablarini qabul qilasiz. Keyingi tugmasini bosamiz, jarayonni davom etamiz. Demak, ikkinchi qadamda yashash manzilimiz va turmush o'rtog'imiz haqidagi qaydlarni kiritib o'tishimiz lozim. Yashaydigan tumanni tanlaysiz va shuningdek bu yerda so'raladigan narsa turmush o'rtog'ingizni o'sha shaxsiy identifikatsion raqamini nazarda tutib so'raydi. Buning uchun turmush o'rtog'ingizning pasportida o'sha 14 talik raqami sizga zarur bo'ladi. Aynan shu JSHRni kiritib jarayonni yuborish qilib murojaat yuborishingiz mumkin. Demak, yashash tumaningizni tanladingiz. Qolgan ma'lumotlar avtomatik integratsiya asosida, demak, shu tizimda qayd qilingan, ko'rsatib turibdi. Bu yerda yagona oyna, demak, tumanni tanladingiz. Shuningdek, bu yerda aynan JSHR raqamini kiritishingiz kerak bo'ladi. Deylik, shunday qilib kiritasiz va yuborish tugmasini bosasiz. Bu yerda e'tibor qaratish lozim. Shuningdek, shu xizmat bilan birga foydalaniladigan xizmat aynan tagida ostida to'xtabdi. Iqtisodiyot va biznes kredit tarix to'g'risida ma'lumotnomani berish, undan foydalanish qilib, demak, jarayonni aynan ma'lumotnomani yuklab olganingizdan so'ng kredit o'sha tarixingizda olishga cheklov o'rnatilgan yoki yo'qligini aniqlasangiz bo'ladi. Bu xizmat faqat to'lovi mavjud 14832 so'm miqdorida, demak, to'lov qilib, buni aynan kreditga cheklov bor, kredit tarixiga cheklov bor yo'qligini aniqlash imkoniyati bo'ladi. Xo'sh, barcha jarayonlarni yakunlagandan so'ng, demak, yuborish tugmasini bosiladi. Yuborish qilib jarayonni ko'rsatib beramiz. Xo'sh. Demak, ma'lumotlaringizni birlamchi ko'zdan kechirasiz. Imkon qadar ma'lumotlarni xatosiz kiriting, rad qilinishiga olib kelishi mumkin.
Demak, jarayonni ko'zdan kechirdingiz, shundan so'ng yuborish tugmasini bosasiz. Murojaatingiz yangi holatida demak shakllandi va tegishli tartibda demak o'sha mas'ul tashkilotga bu bo'yicha murojaatingiz jo'nab ketdi. Buni demak 8 ish kuni mobaynida siz ko'radigan yeringiz aynan arizalarim bo'lim orqali shu xizmat yuqorida to'xtagan bo'ladi yoki boshqa murojaatlar arada yuborgan bo'lsangiz, demak shu xizmatni oliy malaka toifasiga ega pedagoglar ipotek kreditlari bo'yicha subsidiya ajratish degan xizmatni tanlab, demak jarayonni arizangiz holatini ko'rishingiz imkoniyati bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bugungi videoro'yxatma aynan shu mazmunda edi. Takror aytamiz, kontentga like bosib qo'llab-quvvatlang. Bu aynan boshqalarga yetib borishiga asos bo'ladi. Salomat bo'linglar.